Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Hop, 10-marta ekran zapis qilganman. Nasdaqda short pozitsiyaga qiziqganman. O'shani hozir tushuntirib beraman. Shu paytda o'zida go'l yoqib tushuntirsam bo'lardi, to'g'ri, lekin uni qilganimda salkam 40 minutlik video bo'lardi. 40 minutda ko'pchilik ko'rgisi kelmaydi, ham ko'rmaydi. Shuning uchun ham bezuk qilib turib, bu yerda bezuk qilib olmaganman, bu yerda gapirib olganman. Gapirib olganman. 40 minutlik videoni ko'pchilik ko'rmaydi. Shuning uchun tezlashtirib, boshqatdan ustida zapis qilib gapirganim yaxshiroq deb, shuni to'g'riroq deb bilganligim uchun shunaqa qilib olman. Hop. Ishga qaytadigan bo'lsak, 9:30 dan keyin ochilgan bozordan keyin holatni ko'ryapman hozirgi paytda. Dandamet narx hozir Nivokka o'sha haftalik Nivokka o'rtasidan narx qaytayotganini ko'ryapman. Shu yerda agar 15 sekundlik FVga chiqayotganda narx zelka ochmoqchiman, lekin chiqmadi, qaytib ketib qoldi. Nimaga men zelka ochmaganimning yagona sababi chunki Minorsal saytda hech o'rganligi uchun yo'g'oga risk ham kelmadi. Ko'rdim, ko'ryapman, o'tdi Michaelda ham hammasini parallel olib borishga harakat qilaman. Juda ikkilanman. Bundan shu zelka ochmoqchi bo'laman. Men ochaman ham zelka hozir. Zelka ochaman. Birinchi FVgani kutolmayman menimcha. Birinchi FVga narx yana qaytib chiqarmagan, chiqmasmikan deb ko'ryapman. Ko'ramiz. Nima bo'lishdan qat'iy nazar xullas bu yerda qanaqa ish olib borganman, bu yerda ham trading videodan shu Nasdaq kuzatganman, S&P 500 kuzatganman, parallel market kuzatganman. Parallel yana bitta trader kuzatganman. Bu traderning otini esimdan chiqdi. O'zbek trader kuzatganman. Ikkinchi bo'lib yana parallel Discordda o'tirganman. Balki Discordda ochganman, ochmaganman bilmayman. O'sha yerda o'tirganman. Mana adashmasam mana birinchi FVga, mana shu SMT bor, S&P 500 bilan ko'raman. Mana shuni order blok qilib olishga harakat qilaman. Ko'ramiz. Bu yerda bitta stop olaman bu. Fail qilaman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, kimgadir qanaqadir madurlar qiziq bo'lsa, qanaqa zelka ochishlar, menda planim bor. Editda bir 10 tacha qilib turib, keyin video dars chiqarish. Hozirgi bo'layotgan aktual muammolardan bittasi nima desanglar, aktual muammolardan bittasi bu depozitni qanaqa saqlab qolish, depozitni qanaqa qilib qanaqa payt, qanaqa vaqt, qanaqa kunda ishlasa bo'ladi degan mavzuni olib chiqmoqchiman. Bu mavzuni to'g'ri ko'pchilik olib chiqqan, lekin ichida asl haqiqatda aytilmagan o'tda. Men o'zim to'liq ishlagan narsam bu ICT bo'ladi. Mana shu narsani ko'rib turibsizlar. Bu ICTni 100% deb ayta olmayman, lekin bir juda katta qismini mana shu qo'llab-quvvatlayman. ICT degani bitta FVG bilan yoki order blok bilan hech bitib qolmaydi. Har bitta pastga yopilingan yoki tepaga yopilingan switchi order blokda hisoblanmaydi. Prosta bu yerda birinchi navbatda qaralgan narsa songa qaraladi, vaqtga qaraladi. Mana shu narsani sizlarga maslahat bergan bo'lar edim, shu songa, vaqtga qarab ishlashni. Shu narsalarni o'rgatmoqchiman. O'zimga ham shu qaytadan eslatma qilmoqchiman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, men iltimos qilgan bo'lardim, qo'llab-quvvatlab turishinglarni. Xudo xolasa har qanaqa insondan, har qanaqa traderdan o'tib ketishimizga bilimimiz yetadi.
men bu yerda chiqib mencha pul topdim, buncha pul topdim demoqchi emasman. Sohada birinchi o'rinda pul topish emas, shuni tushunib olish kerak. Agar sohada kim birinchi o'rinda pul topishni qo'yayotgan bo'lsa, u juda ham katta ma'noda adashayotgan bo'ladi. Nimaga deyilsa, har qanaqa sohada birinchi qirilgan ishda sразу pul topib bo'lmaydi. U sohani o'rganish kerak bo'ladi. U sohani o'rganib keyin shu nechadir oy, nechadir yillardan keyin pul topsa bo'ladi. Allohu a'lam. Yani bilmadim. Yani Alloh bilguchi. Bitta shu zelka ochganman. Zelkaga bitta men xato qilgan narsam o'sha birinchi fevralga ushlab qoladi deb o'ylagan narsam. Yo'q, menimcha men stop olganim bu yerda ko'rilmagan, lekin bitta stop olganman lekin. Shu kuni men bitta stop olib, bu ikkinchisi deyotgan edi. Bu yerda men stop olmaymiz. Narx tushib ketib qoladi. Tushib, men bu qizili bor-ku, qizilga keladi. Qizilga kelgandan keyin o'z paytda meni ishga chaqirishayotgan bo'ladi. Ikkinchi ishim ham bor. Ikkinchi ishda ham ishlayman. O'shaga chaqirishayotgan bo'ladi. O'sha yerda shoshayotgan bo'laman. Keyin zelkam olib boraman. Ikkita kontraktni o'zi yopadi, keyin yana ikkita kontraktni o'zim qo'limdan olib boraman. Xullas, ana gapga oxirigacha bormoqchiman. Va xohlasa, qo'llab-quvvatlab tursanglar, hamma kartani ochishlayman. Har qanaqa insonlikini men palonchilikni deyman, bu pustonchi deyman. Xolis men o'zim to'g'ri deb bilgan narsam, o'zimni dunyo qarashimni to'g'ri deb bilgan narsamni aytib ketaveraman. Shu. Xudo xolis bugun dushanba, bugun yana bitta video olib chiqarishim mumkin. Ko'ramiz. 1 soatlik video chiqarishim mumkin. Charchamanglar, yaxshilik ko'rishaylik.